Assalomu alaykum hammaga. Bugun Dols account kuchaytirishni o'rganamiz. Birinchi bo'limga keladigan bo'lsak, mana olmosni qanday ko'p qilsa bo'ladi degan savol yana. Live bo'limda mana shu yerdan ko'paytira olasizlar. Endi oltin maykulga kirasizlar va stadionni kuchaytirasizlar. Bir tomonni full ishni qilib ketaveradi. Va klan nimaga kerak? Klan endi podarka olishga mana 5 million bo'lsak 500 ta tanga beradi. 7,5 million bo'lsak особый trener beradi. 10 million bo'lsak 150 ta olmos beradi. Keyin klanga odam qo'shish kerak. Qo'shiladigan bo'lsa Telegram kanalimiz bor, profilda qo'shilib olaverasizlar Telegram kanalimizga. Va sezon passda kimga ochib berish kerak bo'lsa, menga yozinglar. Telegram kanalda meni Dols Legend degan Telegram kanalim bor. O'shanga obuna bo'lasizlar. Sketga kelgan $2.62 Hop, endi dipini qayerdan yig'amiz degan savol yana. Draftlar kiradi qirat olmosga. Men 3-mesdagi 100 dp, ikkinchi o'ringa 225 va birinchi o'ringa 450 dplarni beradi. Xotirjam yaxshi yig'ib va bizda tanga yig'ish ham bor. Narxini Telegramda aytaman. Telegramga obuna bo'lib olaverasizlar. Bu meni birinchi videoim Dols haqida. Obuna bo'lib kanaldan uzoqlashmaymiz. Hammaga xayr.